Laringizni shkaflarda doimiy tartib ushlashingiz bilan bo'lishing degan SMSlar juda ham ko'p kelardi. Bugun shu videoni olishga harakat qildim. Ko'rib turganingizdek, kiyimlarni rangiga moslab, ishtonchalarini ichiga qo'yib taxlab qo'yaman. O'shanda ham kiydirishga, ham olishga qulay bo'ladi. Qalin kiyimlarini shunaqa organayzerlarda ushlayman. Keyin orqa tomonga kamroq kiyadigan, old tomonga har kunlik kiyimlarini taxlab qo'ydim. Bitta tomonga qaratib, veshalkalarni bir xil rangda qilib olsam ham chiroyli, ham juda ham akkuratni ko'rinadi. Ishtonlardan tashqari kolgotka va noskilarni shunaqa organayzerlarda ushlayman. Pamperslarni paketlarga emas, tortmalarga taxlab qo'yaman. Orada uydagi uborkalarni qilishga ham ulgurdim. Tozalik bor joyda doim baraka bo'ladi. Har doim porядок ushlashga harakat qilaman. Bunaqa paytda ovqat qilishga ulgurmayman. Shahnoz Food polfabrikatlari yordam beradi. Bugun men manta qildim. Ichida umuman dumbalari yo'q. Juda ham sochni, halol, 100% toza mahsulotlardan tayyorlangan bo'lgani uchun oilamga va farzandlarimga qo'rqmasdan bera olaman. Bemalol sizlar ham Shahnoz Foodga murojaat qilishingiz mumkin. Somsa xamirlariga biroz degan bo'lishi mumkin emas. Nafaqat polufabrikat shirinli tortlarni ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Agar meni blogim sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta storieslarimni ham ko'rib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmanglar.